Men tövende bir qancha parça resim yapıp qo'ydim. Bu resimlardan foydalanib, Sapa qo'yilgan o'ydagi rasm jazosininki shaklini ishlamoqchi. Bunda asosan resimlarni qurashtirishni asos maqsad qilamiz. Ko'p qurol ishlatmaymiz. Odatda tanlash qurolini ishlatishimiz va yo'tkash qurolini ishlatishimiz mumkin, biroq rasmlarni qurashtirish bilan bir dona unumli oylab chiqamiz. Bunda avval o'xshashlam yana faylning ichidan new degan kirib, kengligi 779 px, egizligi 459 px bo'lgan bir dona resim ramkasi ochamiz. Bu resimninki ko'rinishi mushkul holatda bo'lsin. Ochilgan resim hujjatiga buni ma'qul shaklda oldim. Tatib buni ustiga olsam bo'ladi. Undan keyin buningga ehtiyojim yo'q. Buni amaldan qoldirma. Eklab ma o'ringa o'rlashtirib berma. Muvofiq o'ringa o'rlashtirsam bo'ladi. Ondan oq ko'rinishning rangini mush sapaga moslashtirib o'zgartirib olaman. Oldi ko'rinishdagi oq rangni buningki uchuqroq yeriga, orqa ko'rinishdagi qora rangni buningki qiyinroq yeriga moslashtirib olsam bo'ladi. Jazmlashtirgandan keyin oq ko'rinish oldining ustiga yangidan bir qavat qo'shib, tadrijiy rang o'zgartirish qurolidan navbatdagi rangga asosan bu xil shaklni tanlablam rang tugab beraman. Ondan keyin shakl sizish qurolidan tikkat bo'lgan shakllik yo'l qurolini tanlab, bu yerga bir dona rasm jazosi chizaman. Muvofiq qilib bir dona rasm jazosi oldim. Buningki rangni qora rangga olay, siziqning rangi qora bo'lsin. Tomligi 11 pt bo'lsin. İşçilik to'ldirilgan rangni oq rang qilib qo'yay. Bundan keyin mushu jazni 3 parcha ko'paytdim. 3 parcha ko'paytdim. O'rinlarni muvofiq qila olay. Men sal surib qo'yay. Ikki tarafdan o'xshash oraliq qolsin. Ondan bu 3 jazni tanlab rasmni to'g'rilayman. Hammasining oralig'ini o'zaro tangpun qo'ysin, ostiga qarta to'g'rilsin deb. To'g'rilab bo'lgandan keyin bu yerda olib qo'ygan birinchi parcha rasmni buning ustiga olaman. Buningga ehtiyojim yo'q hamda kichiklatdim. Berga kelib qo'ydim. Ondan keyin buni cho'ngaytay biroz. Cho'ngaytgandan keyin muvofiq holatni tanlab, Ctrl Shift ayni bosib turib ta'tir tanlab, ortiq yerini o'chirib o'tgandan keyin Ctrl D bilan tanlashni amaldan qoldirib, buni o'rnini to'g'rilayman. Ondan biroz kichikiltay yana, oq qorliq sal cho'ng qolsin, jazmlashtirdim. Ondan bu gulni o'tirib olaman. Endi biroz kichikiltaylik. Muvofiq holatga kelgandan keyin buni biroz suslashtirdim, navbatdagi rasm qavatni suslashtirib, pastga biroz suray. Ondan tanlash quroli bilan tanlab, buning ortiq yerini o'chirdim. Ctrl D. Ondan bu rasmni oldim, ilib buni seplab beray. Buni kichiklatdim. Jazmlashtirdim, buni biroz suslashtiray. Qavat 3'ni tanlab, knopka taqtisidan Ctrl-ni bosib mush qavatning ustiga cheksam bir tanlash hosil bo'ldi. Ondan keyin tanlash qurolini ilib, buni yo'tkisam bo'ladi. Yo'tkab mush o'ringa keldim. Kelgandan keyin Ctrl Shift I bilan ta'tir tanlab olgandan keyin mushu shaklni tanlab beraman. Shu kango, buni ondan keyin delete knopkasi bilan ortiq yerini o'chirib o'tmay. Bo'ldi. Ondan keyin suzuvlik darajasini yuqorilatdim. Rasmlarni o'rnini to'g'rilay. Ustiga to'g'rilansin. Ondan keyin oraliqlari muvofiq tangshilsin. Tangshilgandan yoqqa rasm 3 dona rasm jazosi hosil bo'lgan bo'ldi. Endi bu rasm jazolarininki navbatdagi jazosi azroq kulang bo'lish kerak. Shunga birinchi jazoni tanlab, mousening o'ng knopkasini chekib, unum beraman. Unum berish degan turdan kulangi berish degan turni bersam, ma'qul kulangi chiqadi. Hech qanday tangshish yapmayman, mushkul kulangini berdim. Ondan keyin mousening o'ng knopkasini chekib, navbatdagi mush qavatninki stylesini, ya'ni mush bergan unumini ko'chirma. Ondan keyin boshqa qavatlarga buni qanaqa qilma, chaplab berma. Chaplab bersam 3 qavatninki 3 yilisiga bu xil unum seplangan bo'ldi. Mouse apani biroz tuvalatay. Pek shu qurib qopti. Demak, rasm jazolarini mushkul shaklda layilsak bo'ladi.